Assalomu alaykum. Nega ba'zi tadbirkorlar 1 yilda pikka chiqib ketadi, zo'r natijalar qo'lga kiritadi? Ba'zi tadbirkorlar 5 yil, 10 yilda ham bir joyda turib, jamoasi ham kichkinaligicha holatda, natijalari ham o'zi xohlaganday bo'lmay, kichkinaligicha qolib ketaveradi. Nimaga deb o'ylaysiz? Farq bitta narsada, miyada. Insonda miyasida fikrlashi o'zgarmas ekan, o'zida ham, biznesida ham, yon atrofida ham juda katta o'zgarish bo'lmaydi. Ismim Alisher Nomozov, biznesmenman. 7 yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Bugungi videoda mana shu tadbirkorni fikrlashini, miyasini o'zgartiradigan 3 ta usul haqida gapirib beraman. Xudo xolasa, sizga manfaatli bo'ladi. Qani boshladik. Birinchi usul, hozirgi vaqtda juda ham ko'pchilik tadbirkorlar borayotgan va juda ham ko'p tadbirkorlar manfaat topayotgan biznes kurslariga borish. O'zim shaxsan hozirgacha juda ham ko'p biznes kurslariga bordim. Ko'p bo'lmadi. Ibrohim Guliyanovni tadbirkorlarni o'qitadigan tez natija kursida qatnashdim. Shu joyda 400 ga yaqin tadbirkor yig'ilgan, 20 talar bilan gaplashib ko'rdim. Gaplashib ko'rdimda, qanaqa natija bo'ldi sizda? Nima o'zgardi deyapman-da. Har bitta tadbirkor xursanda, nimadir muammosiga yechim topgan. Har bir biznes kursiga borganimda menda nimadir muammo yechildi va o'zimda juda katta o'zgarish, fikrlashimda, dunyoga boshqacha nazar bilan qarashimda, tanqidiy fikrlashimda juda katta o'zgarish bo'ldi. Shuning uchun o'zimda manfaat topganini, xudo xolasa siz ham sinab ko'ring. Inshaalloh juda katta o'zgarish bo'ladi. Bundan tashqari biznes kurslarida o'zingizdan kuchliroq odamlarni ko'rasiz. O'zingizdan kuchliroq tadbirkorlarni qanday natija ko'rsatayotganligini ular bilan gaplashib turib, tajribasini ulardan olib, o'zingizda qo'llab juda katta o'zgarish qilishingiz imkoniyati bo'ladi. Shuning uchun biznes kurslariga boring, xudo xolasa juda katta o'zgarish olasiz. Ikkinchi usul, o'zim bilmagan holat hozirgi vaqtgacha 22 ta davlatda bo'ldim. 22 ta davlatda bo'lishim meni qanaqa darajada o'zgartirdi desangiz, dastlab endi Yevropaga borgan vaqtlarimda tushunardimki, O'zbekistonda imkoniyat kam deb. Yurdim, o'qidim va sayohat qilgan vaqtimda bitta narsani tushundim. Bozor O'zbekistonda shunaqa bo'sh ekanki, hozir tadbirkorlik bilan shug'ullanaman deydigan inson farqi yo'q, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar. Agar o'sha sohani tushunsa, to'g'ri instrumentlarni qo'llasa, uchib ketishligini. Boshqa bozor, masalan, Yevropa bozoriga kirib boraman desangiz yoki Amerika bozoriga kirib boraman desangiz, bo'ldi, konkurentlar shunaqa kuchliki, bozor o'zi egallangan. Kirib borish juda ham qiyin. Lekin O'zbekistonda juda ham ko'p imkoniyatlar borligini o'sha sayohat qilish orqali tushunganman. Chet elga bormasdan oldin umuman juda ham ko'p narsani iloji yo'q. Ko'p narsa hayotda qilish imkoniyati yo'q. Biznes qilish juda ham qiyin. 1 million dollar yoki 10 million dollar pul topishda O'zbekistonda imkoniyati yo'q degan tushuncha menda juda ham aktual edi. Sayohat qilish orqali hozirgi vaqtda pul topish juda ham osonligini hayotda, faqat buning uchun inson ko'proq sayohat qilishligi, o'ziga ko'proq investitsiya qilishi, boshqa davlatlarda, shaharlarda va mana shu shaharda, davlatlarda yashayotgan odamlarni qanday daromad topayotganligini, qanday, misol uchun o'sha davlatlarda bilasiz, misol uchun Yevropa davlatlarida juda ham ko'p millionerlar bor. O'sha millionerlar qanday millionga chiqqan, qanday biznes qurgan, mana shu biznes qurishda qanaqa ular yo'llardan o'tganligini sayohat qilish orqali bemalol tajribadan o'tkazib ko'rib kelish imkoniyati tug'iladi. Insonda o'zini shahrida turgan holatida faqat bitta narsani ko'radi, shu ko'zini oldidagi va atrofidagi narsalarni. Va chetga chiqish orqali juda ham ko'p narsalarni, xilma-xil o'zi ko'rmagan narsalarni ko'radi va katta g'oyalar insonda tug'iladi chetga chiqish orqali. Shuning uchun sayohat qiling. Birinchidan salomat bo'lasiz, ikkinchidan o'zingizdagi hozirgi holatingizdan umuman boshqacha darajaga chiqasiz. Xudo xolasa sinab ko'ring. Iloji boricha yiliga o'zingizga reja qo'ying. Kamida 5 ta davlatga chiqaman degan. Har yili 5 ta davlatga chiqqaningizda 5 yil bosib o'tiladigan yo'lda 1 yilda bosib, mana shu 5 yillik natijani 1 yilda qo'lga kiritishingiz mumkin. Uchinchi yo'li va eng muhimi, hozirgi vaqtda juda ham ko'pchilik tadbirkorlar tomonidan kamayib ketayotgan va kam e'tibor berilayotgan usul bu kitob o'qish. Tadbirkorlar operatsiyonkaga kirib ketadigan iloji boricha kitob o'qishda yoki o'ziga investitsiya qilib nimadir rivojlantirish yo'lida oqsoqlana boshlaydi. Mana shu joyda eng muhim jihat, siz har kuni ertalab turingda,
kamida 11 kitob o'qing. Bu biznes bo'yicha bo'lsin, shaxsiy rivojlanish bo'yicha bo'lsin, sizga hozirgi vaqtda nima eng muhim hayotingizda? Biznesingiz uchun qaysi kitoblar muhim? Ana shu kitoblarni olingda kamida bir kunga 11 o'qing. Asta-asta ko'tarib boraverasiz. Ko'rasiz, biznesingizdagi muammolarni kitob o'qish orqali yechib boraverasiz. Juda ham katta effekt beradi. Qanaqa kitoblar tavsiya berasiz desa, boshlang'ich tadbirkorlar uchun. Xo'p, bir varaqli marketing reja degan kitob bor. Juda ham zo'r kitob. O'sha kitobni o'qib chiqing. Biznesni boshlashdagi fundament uchun juda ham zo'r kitob. Ikkinchisi SOS degan kitob bor. Mana tadbirkorning fikrlashida juda ham katta foyda beradi. Mana shu kitobni ham o'qib ko'ring. Kichkinagina kitobcha, juda ham katta manfaat beradi. Bu endi dastlabki tadbirkorlikka endi boshlayotganlar uchun juda ham katta effekt beradi. Uchinchisi ustoz Ibrohim Gulyamovni 99 biznesdagi 99 xato va ularga yechimlar degan kitobi. Bu ham juda ham sodda tilda yozilgan. Mana shu kitobni ham o'qisangiz, kichik va o'rta tadbirkorlarning hammasiga tushadi. Hammadagi bor muammoga yechim bu kitobda ham bor. Xudo xolasa manfaat topasiz. Unutmangki, agar kitob o'qimasangiz, kitob o'qiydiganlar tomonidan boshqarilasiz. Xulosa qilib aytganda, tadbirkorni rivojlantiradigan yo'llar juda ham ko'p, lekin mana shu 3 ta usulni o'zingizda qo'llab ko'ring. Xudo xolasa tez orada natijani qo'lga kiritasiz. Sog' bo'ling, xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.